Salaydan ikki chekimni olib chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bo'lmi kayfiyat sollo. O'ldi. Buyingni Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qitib yubording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? 20 ming dollar topishlari kerak, 18 ming dollar menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga 20 ming dollar. Siz Jennifer Lopez'sizda to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'g'ri qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Aprasheniya. Mahallada nima bo'lyapti? Urushmang. Barsazor, Realzor deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Asıqjon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlimi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor-puxtorga bordingmi? Uyalaman ne rais bu ha? Uyalasa ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yurilamayapti. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling.